Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz demak sog'liq tushunchasi, sog'liqning buzilishi, asosiy belgilari, sog'lom turmush tarzi tushunchasi, sog'lom turmush tarzi va uning tarkibiy e, qismlari haqida gaplashamiz. Demak, mavzu rejasi Basic of Medical Knowledge, ya'ni tibbiyot fanning asoslari, fanning maqsad va vazifalarini o'rganamiz. Ikkinchi, sog'liq tushunchasiga ta'rif beramiz. Uchinchi, jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash to'g'risida gaplashamiz. To'rtinchisi, bu O'zbekiston Respublikasida tibbiy yordamni ko'rsatishni tashkil etish haqida. Besh, aholi salomatligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar. Olti, demak, kasalliklar va turli patologik holatlarning oldini olish va profilaktik ko'riklar haqida gaplashamiz. Va yettinchi, sog'lom turmush tarzini tushunchasi va uning tarkibiy komponentlari to'g'risida bo'ladi. Demak, fanning maqsad va vazifalariga to'xtalsak, demak, zamonaviy jamiyatda tibbiy bilimlarning asoslariga ega bo'lish har bir mutaxassis, ayniqsa pedagoglar, psixologlar va ijtimoiy soha xodimlari uchun muhim hisoblanadi. Basic of Medical Knowledge fani, ya'ni tibbiyot fanining asoslari fani, inson sog'lig'ini saqlash, kasalliklarning oldini olish va favqulodda holatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Ya'ni demak, bu fan nimani o'rganadi, qanday maqsadi bor, qanday vazifalari bor. Umuman olganda, demak, har bitta inson, har bitta xodim tibbiyot fanning asoslarini bilishi kerak. Eng birinchilardan bo'lib, masalan, kasalliklarning oldini olish, kasallik yuzaga keladigan paytda yoki jarohat yoki bir qon ketish yoki sinish, balkim ko'karish sodir bo'lgan paytda qanday qilib birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kerakligini e, demak o'rganadigan fan. Va kasalliklarni kelib chiqishiga e, qarshi kurashadigan va profilaktik chora-tadbirlarni e, ishlab chiqadigan va bunga amal qiladigan fanlarning biri hisoblanadi. Fanning maqsadi, demak, talabalarga inson organizmining tuzilishi va faoliyati, sog'liq va kasallik tushunchalari, kasalliklarning oldini olish, birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish asoslari haqida, demak, fundamental bilimlarni berish, shuningdek, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ko'nikmalarni rivojlantirishdan iboratdir. Mana tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Maqsadi, demak, sog'lik va kasallik haqida tushuncha beriladi. Va birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish asoslari o'rgatiladi va sog'lom turmush tarzini qanday qilib shakllantirish kerakligi demak maqsad qilib qo'yilgan. Asosiy vazifalari: tibbiy bilimlarning nazariy asoslarini o'rgatish, kasalliklarning oldini olish bo'yicha bilimlarni shakllantirish, birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, tibbiy savodxonlikni oshirish, kasbiy faoliyatda tibbiy bilimlardan foydalanish. Demak, har bitta xodim, masalan, qayerda ishlashidan qat'iy nazar, endi ish bo'lgandan keyin baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi mumkin va o'ziga va boshqa insonlarga birinchi tibbiy yordam berish bilimlariga ega bo'lishi zarur. Sog'lik, demak, bu inson hayotining eng muhim boyligi bo'lib, bu shaxsning to'laqonli yashashi, mehnat faoliyati va jamiyatda o'z o'rnini topishida asosiy omil hisoblanadi. Inson sog'lom bo'lmas ekan, uning intellektual, jismoniy va ijtimoiy imkoniyatlari to'liq namoyon bo'lmaydi. Sog'liq bo'lmasdan turib, demak, boshqa holatlar, boshqa jismoniy, ijtimoiy, intellektual insonning holatlari yetarlicha darajada bo'lmaydi. Buni hamma biladi. Endi sog'lik tushunchasining asosiy
Mazmuni, demak, avvallari sog'liq faqat kasallikni yo'qligi sifatida tushunilar edi. Biroq zamonaviy tibbiyot va ijtimoiy fanlar e, rivoji sog'liqni kengroq va murakkab tushuncha ekanligini e, ko'rsatdi. Demak, e, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, ya'ni определенияsi bu sog'liq degan atamaga, sog'lik bu kasallik va ijtimoiy nuqsonlarning yo'qligi bilangina cheklanmay, balki insonning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan to'liq farovonlik holatidir. Demak, faqatgina shu kasalligi yo'q ekan, bo'ldi, inson sog'lom degani emas. Bu ham jismoniy, ham ruhiy, ham demak ijtimoiy jihatdan to'liq farovonlik holatiga aytiladi. Demak, bu ta'rif sog'liqni biologik, psixologik va ijtimoiy birlik sifatida talqin qiladi. Demak, inson sog'lom bo'lishi uchun nafaqat tanasi, balki ruhiy holati va jamiyatdagi mavqei ham demak muhim hisoblanadi. Sog'liqning buzilishi bu organizmning normal faoliyati izdan chiqishi, ya'ni ijtimoiy, ruhiy yoki ijtimoiy funksiyalarning to'liq yoki qisman buzilishidir. Demak, sog'liq buzilishi ko'pincha kasalliklarning boshlanishi yoki organizmning noqulay omillarga javob reaksiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Endi slayd ko'rinayotgan bo'lsa, iltimos belgi berib qo'yinglar yoki chatga yozib yuborsangiz ham bo'ladi. Vaqti-vaqtida slaydlar ko'rinayaptimi, internet qotib qolmayaptimi, bitta slayddan ikkinchi slaydga o'tyaptimi? Buni biz bilib turishimiz kerak. Chat degan joyi bor, shu joyiga hammasi joyida deb yozib yuborsangiz ham bo'ladi, agar hammasi joyida bo'lsa. Agar muammo bo'lsa, uni ham yozing. Sog'liqning asosiy tarkibiy qismlari, demak, jismoniy sog'liq. Yaxshi, hozir, rahmat. Jismoniy sog'liq organizmning barcha a'zolari va tizimlarining normal ishlashi bilan tavsiflanadi. Demak, jismoniy sog'lom inson jismoniy jihatdan rivojlangan bo'ladi, tez charchamaydi, kasalliklarga nisbatan bardoshli bo'ladi, kundalik faoliyatni qiyinchiliksiz bajaradi. Jismoniy sog'liq to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va gigiyena qoidalariga amal qilish bilan chambarchas bog'liq. Buni hamma biladi. Demak, jismoniy sog'lom bo'lish uchun to'g'ri ovqatlanish, mana jismoniy faollikda bo'lish har kuni va gigiyena qoidalariga rioya qilsak, hammasi biz kutganday natija beradi. Endi jismoniy sog'liq buzilishining belgilari organizm a'zolari va tizimlaridagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, mana umumiy holsizlik, tez charchash, tana haroratining ko'tarilishi yoki pasayishi, ishtahaning kamayishi yoki ortishi, uyquning buzilishi, uyqusizlik yoki haddan tashqari uyquchanlik, bu ham nenormal holat. Bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yurak urishining tezlashishi yoki sekinlashishi, nafas qisishi, vaznning keskin o'zgarishi, yani og'riq sindromlari, qorin, ko'krak bo'g'imlarida og'riqlar. Demak, bu belgilar infeksion yallig'lanish yoki surunkali kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Endi bizda kun davomida yoki bir necha soat davomida e, deylik boshimiz og'rib yursa, bu birdaniga jismoniy sog'liqqa e, judayam chuqur ta'sir qilmasligi mumkin, lekin bu judayam davomiy bo'ladigan bo'lsa, demak surunkali holatda o'tadigan bo'lsa, jismoniy sog'liqqa nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Mana, endi bu ruscha yozilgan физическая активность — путь к здоровью. Aristotel aytishiga qaraganda, ничто так сильно не разрушает человека, как продолжительные физические бездействия. Ya'ni har doim biz harakatda bo'lishimiz kerakligini aytyapti mana filosof Aristotel. Gipodinamiya demak juda ham kam harakatda
bo'lganlik holati insonning va nimalarga olib keladi? Masalan, ortiqcha vazn to'plashi, demak, bosh miya faoliyatining susayishi, e, buyraklarda tosh paydo bo'lishi mumkin. Demak, qonning ivishi e, tezlashishi ehtimolligi bor. Qon tomirlarda demak xolesterin, ya'ni yog'larning to'planishidan ateroskleroz kasalligi yuzaga kelishi mumkin. Keyinchalik yurak qon tomir kasalliklari bilan aziyat chekishi mumkin. Gipodinamiya, ya'ni kam harakatlik holati. Ya'ni masalan, bunday holat kimlarda ko'proq kuzatiladi? Bitta joyda o'tirib ishlaydigan insonlarda. Masalan, mana dalnivoyshlik deymizku, chet davlatlar orasida yuk tashiydigan insonlar faqat shu sidiniyada rul ushlab o'tiradi. Mana buxgalterlar masalan bitta joyda qimirlamasdan o'tiradigan yoki oddiy holat prosta uyda yotadigan insonlar ham bo'ladi. Ularda ham gipodinamiya bo'lishi mumkin. Ruhiy sog'lik, e, demak, yoki psixik sog'lik. Mana insonning hissiy holati, fikrlashi va xulq-atvorining muvozanatli e, bo'lishidir. Ruhiy sog'lom shaxs stressga bardoshli bo'ladi, ijobiy fikrlaydi, o'z hissiyotlarini boshqara oladi, jamiyatda o'zini erkin tutadi. Ruhiy sog'liqning buzilishi, demak, depressiya, xavotir, asabiylik kabi holatlarga olib kelishi mumkin va bu jismoniy sog'likka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu demak, sog'liqning turlari bir-biri bilan juda ham chambarchas bog'liq. Bittasi izdan chiqsa, boshqasiga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Endi nima qilish kerak? Sport bilan shug'ullanish kerak, uyquni normal holatga keltirish kerak. Masalan, 7-8 soat to'g'ri ovqatlanish kerak. Demak, ruhiy tomonlama, demak, sog'lom bo'lish uchun quyidagi holatlarni bajarish kerak. Endi belgilari ruhiy sog'liq buzilishining hissiy holatlari va xulq-atvorga namoyon bo'ladi. Qanday namoyon bo'ladi? Asabiylashuv va tajanglik, xavotir, qo'rquv, tushkunlik, diqqat va xotiraning pasayishi, qiziqishning yo'qolishi, ijtimoiy ajralish, demak, yolg'izlikka intilish, kayfiyatning tez-tez o'zgarishi, o'ziga ishonchning kamayishi. Demak, uzoq davom etuvchi ruhiy belgilar mutaxassis yordamiga muhtoj holat hisoblanadi. Bizda yuqorida sanab o'tgan belgilarning kun davomida qaysidir biri bo'lishi mumkin. Bitta bo'lsa ham yoki birinchi soat davom etsa ham. Lekin bu takrorlanadigan kun davomida yoki bu turg'un holatda bo'ladigan bo'lsa, bu demak sog'liqqa, ya'ni ruhiy sog'liqqa nojo'ya ta'sir qiladi. Davomiy bo'lishi kerak. Ya'ni e, sog'liqning buzilishi sodir bo'lishi uchun. Ijtimoiy sog'lik, ya'ni sotsialniy здоровье deydi. Insonning jamiyat bilan o'zaro munosabatlari va ijtimoiy muhitda moslashuv darajasidir. Ijtimoiy sog'lom inson jamiyatda faol ishtirok etadi, jamoa bilan samarali muloqot qiladi, oilada va ish joyida sog'lom munosabatlarni saqlaydi, ijtimoiy mas'uliyatni his qiladi. Bu demak ijtimoiy sog'lik. Ijtimoiy, demak, sog'liq buzilishining belgilari, demak, ijtimoiy buzilishlar insonning jamiyatdagi faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Muloqotdan qochish, oilaviy yoki jamoaviy nizolar, ish yoki o'qishdagi samaradorlikning pasayishi, ijtimoiy mas'uliyatdan qochish, jamiyat qoidalariga befarqlik bo'lish. Mana bu ijtimoiy buzilishning belgilari hisoblanadi. Ma'naviy sog'lik. Insonning axloqiy qadriyatlari, mana hayotga bo'lgan qarashi va ichki dunyosi bilan bog'liq. Ma'naviy sog'lom shaxs aniq hayotning maqsadiga ega bo'ladi, axloqiy me'yorlarga amal qiladi, jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlaridan e, ustun e, qo'ya oladi.
Ma'naviy sog'liq buzilishining belgilari, demak, ma'naviy sohada sog'liq buzilishi quyidagicha namoyon bo'lishi mumkin. Hayotiy maqsadning yo'qolishi, axloqiy me'yorlarga amal qilmaslik, befarqlik va loqaydlik, hayotdan qoniqmaslik hissi, umidsizlik holati. Endi umumiy integral belgilarga ba'zi belgilar sog'liq buzilishining umumiy ko'rinishlarini ifodalaydi. Doimiy charchoq, ish qobiliyatining pasayishi, moslashuvchanlikning kamayishi va tez-tez kasallanish. Endi sog'liqni belgilovchi omillar. Endi ilmiy manbalarga ko'ra inson sog'lig'iga quyidagi omillar ta'sir qiladi. Bu turmush tarzi taxminan demak 50-55%, atrof muhit bu 20-25% holatlarda, irsiy omillar bu 15-20% va tibbiy xizmat sifati bu ham 10-15% sog'liqga ta'sir qiladi. Mana eng asosiysi mana bu yerda eng yuqori foizi turmush tarzi. Demak, bizning qayerda yashayotganligimizdan tortib, qanday ovqatlanayotganligimiz, uyqumizning darajasi, ya'ni davomiyligi, e, bunga bog'liq. Mana tibbiy xizmat sifati ham afsuski 10-15% holatlarda sog'liqqa nojo'ya ta'sir qilish, e, demak, omillardan biri hisoblanadi. Masalan, noto'g'ri tashxis qo'yishdan e, sog'liq holati og'irlashishi mumkin. Ham demak, unda ruhiy sog'liq holati ham nojo'ya bo'lishi mumkin. Nojo'ya, demak, noto'g'ri tashxis qo'yishdan. Demak, bu ko'rsatkichlar sog'liqni saqlashda profilaktika va sog'lom turmush tarzi muhimligini yaqqol ko'rsatadi. Sog'lom turmush tarzi tushunchasi. Man videoroliklarni keyin tashlab beraman hammaga. Bugungi kunda aholining sog'lig'ini mustahkamlashda sog'lom turmush tarzi muhim o'rin tutadi, chunki ilmiy tadqiqotlarga ko'ra inson sog'lig'ining yarmidan ko'pi uning kundalik hayot tarzi bilan bevosita bog'liq. Sog'lom turmush tarzi kasalliklarning oldini olish, umr davomiyligini uzaytirish va hayot sifatini yaxshilashning eng samarali vositasidir. Mana sog'lom turmush tarzi, здоровый образ жизни qanday tartib-qoidalarga rioya qilishimiz kerak? Shaxsiy gigiyena, demak, rejim dnia, kun taqsimoti, soatlar me'yorida, demak, mana положительный emotsiya olishimiz kerak, to'g'ri ovqatlanishimiz kerak, harakatda bo'lishimiz kerak, tanamizni chiniqtirishimiz kerak va zararli odatlardan voz kechishimiz kerak. Ko'pchilik tushunadimi? Zararli odatlar deganda bu chekish, ichish, narkotik deb. E, Hozirgi endi zamonaviy zararli odatlarga bu judayam ko'p, haddan tashqari telefonlardan foydalanish. Masalan, kechasi bilan uyqusidan kechib Instagramda o'tirishi mumkin yoki bir qandaydir bir film ko'rishi mumkin yoki bir YouTube'da bir bo'mag'ir videolarni ko'rib o'tirishi mumkin. Bu uyquni qochiradi. Nimaga? Sababi mana telefondan chiqayotgan nur, yorug'lik, melatonin, demak, gormonni susayishiga olib keladi va bu melatonin o'zi aslida e, uyquga start beradigan gormon hisoblanardi. Endi u pasayayotgandan keyin telefon tufayli uyqu boshlanmaydi, uyqu fazasi boshlanmaydi. Shuning uchun uyqu buziladi, ertasiga u inson lanj holatda yuradi, boshi og'riydi, demak, uyqusi kelib yuradi, nima bo'layotganligini tushunmay yuradi, garang holatda yuradi, atrofdagilar nima deyapti, nima bo'layapti tushunmay. Bitta shu uyqu buzilishi natijasida bu o'z navbatida asta sekin, demak, sog'liq holatiga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Birdaniga bo'lmaydi, lekin bu davomiy bo'ladigan bo'lsa, har kuni shu, masalan, deylik, soat 3da uxlab, ertalab 5-6da turadigan bo'lsa, bu 3 soat vaqt yetmaydi bosh miyaga. Demak, keyingi kunga
tayyor emas u insonning, demak, holati va bu takroran davomiy bo'ladigan bo'lsa, bu og'ir oqibatlarga olib keladi keyinchalik. Demak, sog'lom turmush tarzi bu inson sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ilmiy asoslangan kundalik odatlar, xulq-atvor va hayot faoliyati shakllarining majmuasidir. U insonning jismoniy, ruhiy, ijtimoiy, ma'naviy salomatligini ta'minlashga xizmat qiladi. Demak, sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu to'g'ri ovqatlanish. Sog'lom turmush tarzining muhim asosi bo'lib, ratsionning muvozanatli bo'lishi. Oqsil, yog', uglevod, vitamin va minerallarning yetarli darajadagi iste'mol qilinishi, ovqatlanish rejimiga rioya qilish o'z ichiga oladi. Demak, ko'proq biz fast foodlardan, mazali narsalardan voz kechishimiz kerak. Ko'proq mana frukt, ovushi, shularni iste'mol qilishimiz kerak. Demak, mana to'g'ri ovqatlanishning piramidasi. Biz mana tagidagi narsalarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Tepasidagi narsalarni, demak, kamroq iste'mol qilishimiz kerak. Tepasida mana mazali narsalarni kamroq iste'mol qilish kerak. Tagidagi mana suv, kompot, sup, mana sho'rva, ovush, frukt, shularni ko'proq iste'mol qilish kerak. Jismoniy faollik. Bu ham demak sog'lom turmush tarzini mustahkamlashning bir tamoyillaridan biri. E, Muntazam demak jismoniy mashqlar yurak qon tomir tizimini mustahkamlaydi, mushak va suyakllarni rivojlantiradi, ortiqcha vaznni oldini oladi va stressni kamaytiradi. Har doim jismoniy faol holatda bo'lishimiz kerak. Mehnat va dam olishning to'g'ri tashkil etilishi charchoqni kamaytiradi, ish unumdorligini oshiradi, asab tizimini himoya qiladi. Zararli odatlardan voz kechish, tamaki, alkogol, narkotiklar organizmni zaharlaydi, surunkali kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'ladi, umr davomiyligini qisqartiradi. Mana rasmda ham demak yaxshi va yomon tomonlari ko'rsatilgan. Fast foodlarni iste'mol qilish yoki kompyuterlar yoki telefonlarni oldida ko'p o'tirish bu zarar hisoblanadi. Demak, bu yerda ham zararli odatlar ko'rsatilgan. Demak, mana shu zararli odatlardan biz voz kechishimiz kerak hisoblanadi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, demak, infeksion kasalliklarni oldini oladi, teri va ichki a'zolar salomatligini saqlaydi. Demak, biz farzandlarimizga, bolalarga shaxsiy gigiyena qoidalarini yoshligidan, demak, o'rgatishimiz kerak. Juda ham yaxshi bilasizlar. Bolalar, demak, sizni aytganingizni qilmaydi. Ular sizning qilgan harakatingiz, qilgan narsalaringizni ular takrorlashadi. Shuning uchun biz o'zimizdan boshlashimiz kerak shaxsiy gigienaga rioya qilishni va ular, ya'ni bolalar bizdan ko'rib uni o'rganishadi. Lekin unda ham biz endi aytib, to'g'ri tushuntirib, yordam berishimiz kerak. Ruhiy va emotsional barqarorlik. Demak, ruhiy salomatlik stressni boshqarish va ijobiy fikrlash, psixologik muvozanatni saqlash orqali ta'minlanadi. Sog'lom turmush tarzining sog'lom turmush tarzining ahamiyati. Demak, kasallanish ko'rsatkichlarini kamaytiradi, tibbiy xarajatlarni qisqartiradi. Mana ekonomik tomondan ham yaxshi, demak, effekt ko'rsatadi. Mehnat unumdorligini oshiradi, sog'lom avlodni shakllantiradi. Endi sog'lom turmush tarzi shakllantirish omillari bu sog'liq haqidagi bilimlarga ega bo'lish, ijtimoiy muhit yaxshi bo'lishi, oilaviy tarbiya, davlat sog'liqni saqlash da yaxshi, unumdorli siyosatning yuritilishi kerak bo'ladi.
Demak, O'zbekiston Respublikasida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etish, mana aholiga sifatli tibbiy yordam ko'rsatish har bir davlatning demak, ijtimoiy siyosatidagi ustuvor yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasida tibbiy yordam ko'rsatish tizimi aholining sog'liqni saqlash, kasalliklarni oldini olish va umr davomiyligini oshirishga qaratilgan bo'lib, u davlat tomonidan demak kafolatlanadi va qonun hujjatlari asosida tashkil etiladi. O'zbekistonda tibbiy yordam ko'rsatishning tashkil etish quyidagi asosiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Bu birinchisi, tabiiyki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, fuqarolar sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Sog'liqni saqlash vazirligining buyruqlari, me'yoriy hujjatlari. Konstitutsiyaga muvofiq har bir fuqaro malakali, demak, tibbiy yordam olish huquqiga egadir. Tibbiy yordam ko'rsatishning asosiy turlari bor. Demak, birinchi birlamchi tibbiy sanitariya yordam. Mana birlamchi tibbiy yordam aholiga eng yaqin va eng ommabop tibbiy xizmat turi hisoblanadi. Bu quyidagi masalalarda e, ko'rsatiladi. Oilaviy poliklinikalar, qishloq oilaviy shifokor punktlari, shahardagi oilaviy shifokor punktlari, birlamchi yordam quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mana kasalliklarni oldini olish, dastlabki tashxisni qo'yish, davolash va dispanser kuzatuvga olish, demak, insonlarni va emlash ishlarini o'tkazish, vaksinatsiya. Ya'ni buni sal keyinroq va chuqurroq o'tamiz emlash ishlarini. Ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam tor soha mutaxassislari tomonidan ko'rsatiladi va u tuman, shahar va viloyat shifoxonalari, ixtisoslashtirilgan markazlar, masalan, kardiologiya, onkologiya, pediatriya va boshqalarda amalga oshiriladi. Bu turdagi yordam murakkab tashxis va davolash usullarini talab qiladi. Masalan, deylik, sizning guruhingizda siz tarbiyalayotgan bolalar orasida infeksion kasallik aniqlangan bo'lsa, buni endi oilaviy poliklinikada davolanmaydi-ku. Buni e, tezroq, demak, yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yetkaziladi va aynan shu joyda davolanadi. Davolanib chiqqandan keyin bu poliklinikada, demak, dispanser kuzatuvida bo'ladi, ya'ni hududiy shifokor nazoratida bo'ladi va keyinchalik u to'laqonli sog'lom bo'lgandan keyin va infeksion kasalliklarni tashuvchi e, emasligi laborator tasdiqlangandan keyin u yana, demak, bolalar orasiga qaytishi mumkin. Ungacha u, demak, to'liq e, davolanishi kerak bo'ladi. Shoshilinch tibbiy yordam hayot uchun xavfli holatlarda ko'rsatiladi. Mana O'zbekistonda tez tibbiy yordam xizmati Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududiy filiallari faoliyat yuritadi. Demak, bu xizmatlar 24 soat davomida aholiga yordam ko'rsatadilar. Yuqori texnologiyali tibbiy yordam zamonaviy diagnostika va davolash usullarini o'z ichiga oladi. Murakkab jarrohlik amaliyotlari, mana transplantatsiyalar, ya'ni a'zolarni ko'chirish, minimal invaziv texnologiyalar va asosan, demak, respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlarida ko'rsatiladi. Ya'ni birlamchi bo'g'imlarda bunaqa murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmaydi. O'zbekiston Respublikasida aholiga, demak, davlat kafolati asosida bepul tibbiy yordam ko'rsatiladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, ya'ni bolalar, homilador ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar alohida e'tiborga olinadi. Va judayam ko'pchilik dori-darmonlar va e, o'tkaziladigan ularga tekshirish usullari ularga tekin bo'ladi. Shuningdek, pullik tibbiy xizmatlar ham qonuniy asosda faoliyat yuritadi. Ya'ni kimdir очередni masalan kutib o'tirmasdan tibbiy, ya'ni pulli xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, bu poliklinikalarda tashkil qilingan, demak, shu pulli xizmatga qonunni topshirib yoki bir
o'pkasini rentgenga tushirib ketaversalar bo'ladi, diagnozni ko'rib berishadi unda ham vrachlar. Profilaktika va sanitariya epidemiologik xizmat kasalliklarni oldini olish, tibbiy yordamni tashkil etishning muhim yo'nalishidir. Bu bolalarda demak sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Emlash tadbirlari amalga oshiriladi. Sanitariya nazorati va epidemiologik monitoringi amalga oshiriladi. Masalan, SKP degan tushuncha bor, sanitarniy karantinniy punkt degan. Demak, har bitta biz mana davlatlar bilan chegaradoshmiz-ku. Aynan shu davlatlardan bizni respublikamizga kirib kelayotgan insonlar, kirib kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, kirib kelayotgan dori-darmonlar, kirib kelayotgan hamma narsalar demak mana shu sanitariya karantin punktdan o'tadi va o'tgan paytda e, deylik oziq ovqat mahsulotlari kirib kelayotgan bo'lsa chet eldan import hisobiga ular chuqur tekshiruvdan o'tkaziladi va GOSTga javob beradigan bo'lsa u davlat ichiga ya'ni kiritiladi. Sabab nima? Sabab sifatsiz narsalarni aholiga bermaslik va aholi orasida epidemik deylik kasalliklarni kelib chiqishini oldini olish maqsadida qattiq demak nazoratda hozir. Tibbiy yordam sifati mana shifokorlar va hamshiralar malakasiga zamonaviy tibbiy uskunalar, dori vositalar bilan ta'minlanganligiga bog'liq. O'zbekistonda tibbiy kadrlar, demak tibbiy oliy ta'lim muassasalari malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimlari orqali tayyorlanadi. O'zbekiston Respublikasida tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etish davlat tomonidan boshqariladigan ko'p bosqichli va alohida aholiga demak yo'naltirilgan tizim hisoblanadi. Ushbu tizimning asosiy maqsadi aholining sog'lig'ini saqlash, kasallikni oldini olish va sog'lom jamiyatni shakllantirish hisoblanadi. Hop, qayerda endi?